Siz jamoangizning 70% yangi futbolchilardan iborat ekanini, ular ketma-ket 12 ta o'yinda g'alaba qozona oladimi degan savol kontekstida aytgandingiz. Ammo sizda hal qiluvchi bosqichlarda g'alaba qozonish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan sardorlar guruhi ham bor. Barcha sovrinlar uchun kurashayotgan paytingizda ular yangi futbolchilarga nima bera oladi? Qarang, bizda o'tmishdagi tajriba bor. Liverpool bilan kurashgan paytlarimizda juda ko'p o'yinlarda g'alaba qozonishimiz kerakligini yaxshi tushunardik. Ammo men hech qachon mana 12 ta o'yin qoldi, ularning barchasida g'alaba qozonishimiz shart deb o'ylamaganman. O'sha g'alabali seriyalar shunchaki shunday yuzaga kelgan. Chunki raqobat shunchalik keskin ediki, agar ochko yo'qotsak, vaziyat juda qiyinlashishini bilardik. Hozir Arsenalga nisbatan ham xuddi shunday tuyg'uni his qilyapman. Arsenal so'nggi o'yinlarda ochko yo'qotdi, ammo ular ketma-ket juda ko'p o'yinlarda g'alaba qozona oladi. Shuning uchun hozirgi asosiy e'tiborim jamoamizning holatini o'zgartirmaslik. Albatta, agar barcha 12 o'yinda g'alaba qozonsak, bu ajoyib yangilik bo'lardi. Buni kafolatlay olmayman. Ilgari Yurgen bilan qarama-qarshiliklarda ikkala jamoa ham aql bovar qilmas g'alabali seriyalarni namoyish etgan. Hozir meni qiziqtirayotgan yagona narsa navbatdagi o'yin. Bizda bir kun dam bo'ladi, keyin esa Leedsga qarshi o'ynaymiz. Odamlar, ular quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurashyapti, demak oson bo'ladi deyish mumkin. Ammo oson bo'lmaydi. Men buni bilaman. Joriy mavsumdagi Premier Liga bunga eng yaxshi isbot. Har qanday jamoa istalgan raqibga qarshi ochko yo'qotishi mumkin. Shuning uchun biz vaziyatga xotirjam yondashyapmiz. Men faqat keyingi raqib haqida o'ylayapman. Balki tajribali futbolchilarning tajribasi bizga yordam berar. Ammo yangi futbolchilar maydonda bularning barchasiga qanday munosabat bildirishini aniq bilmayman. On the pitch, the new ones, how we want to react.